Joriy yilning 9-yanvar kuni Chust tumani Navruz mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, unda Chust tumani Tepaqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqarolar tomonidan tumanning Tepaqo'rg'on mahallasi hududida joylashgan Rahmonjon Jasurbek fermer xo'jaligi tasarrufida bo'lgan sabzavot yetishtirish va bog'dorchilik faoliyatini tashkil etish uchun 49 yil muddatga foydalanishga berilgan yer maydonidan 5 gektar qismini 60 ming AQSh dollarga sotishlarini, shuningdek, mazkur yerning 8 sotiq qismini Chust tumani hokimligida ishlovchi tanishlari orqali molxona qurish huquqini beruvchi hujjatlarini rasmiylashtirib berishlarini, kelishilgan pullarning 30 ming AQSh dollarini avvaldan, qolgan 30 ming AQSh dollarini esa hujjatlarini rasmiylashtirib bergandan so'ng olishlarini aytishadi. Noqonuniy harakatni sezgan fuqaro darhol ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qiladi. Shundan so'ng boshqarma tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan maxsus tadbir davomida Chust tumani Navruz mahalla fuqarolar yig'ini Koinot ko'chasida joylashgan Archizor nomli oshxonada kimyoviy ishlov berilgan 30 ming AQSh dollarini murojaatchi tomonidan fermer xo'jaligi rahbarlariga bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi. Mazkur holat bo'yicha Chust tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.